Pokadagilarga yangi o'yin. Faqatgina obuna bosganlar ishtirok eta oladi xolos. Mana shu qo'yoq qo'yiladi, tepaga qaragan holda ko'z yumiladida va 100 marta mana shunday qilinadi. Agarda shu chizgidan chiqib ketilmagan bo'lsa, o'sha odamga 100 ming so'm beraman. Xo'p, obuna bosganlar bormi aynan? Kattalar ichidami, kichkinalar ichidami? Bular birinchi bor deyishdi. Abdushukur aka, xo'p, ko'z yuming, tepaga qarang. Xo'p, ketdi. Boshlang. 1 2 97, 98, 99, 100 bo'ldi. Endi qarang. Xo'p, o'yinning qoidasini tushundinglar-a? Tepaga qaraysiz, ko'z yumasiz. 84, 85, 86. Bo'ldi. Bu challenge-ni eksperiment sifatida oldik, ammo albatta pul sanash o'yinimiz davom etadi. Unda ishtirok etish uchun esa shu akkauntimga obuna bosgan bo'lishingiz shart. Bu o'yinda umumiy hisobda 10 ga yaqin inson ishtirok etdi, ammo hech kim bu challenge-ni qila olmadi, toki bir qizcha paydo bo'lmagunicha. Salom, yaxshimisiz? Okay, keling. Keyin 100 marta yurasiz. Doiraning ichidan chiqib ketmasangiz, sizga 100 ming so'm beriladi. 99, 100. Bo'ldi, qarang. Yutdi deb hisoblaymizmi? 90 mi? Va mana 100 ming. Sanab oling. Gap yo'q. Qarsa chalib qo'yamiz-a. Jonlari sog' bo'lsin. Fevral oyining oxirigacha 100 mingta bo'ladigan bo'lsak, 300 dollarlik katta o'yin o'tkazmoqchiman va u o'yinda ishtirok etish uchun obuna bosgan bo'lishingiz shart. Va do'stlaringizga ham bu videoni jo'natib qo'ying.